Pechkaga ham bir ahamiyat berib bersa, sifatiga, choklariga pul qilyapti, xudo xolasa. 15 yil kafolati bor deyapti. 15 yil ichida o'zining sifatini yo'qotmaydi deyapti. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana kerakli sachish jarayoni ketyapti. Pechkalarda, ekonom pechkalarda. Kimlardir biladi bizni. Buni qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Kraska mana. Kraskani so'raganlar ham bor. 1200 gradusliga, 1000 gradusda 1200 gradusligida. Xudo xolasa sachyapti. Kuymaydi, yonmaydi. Uzoqlar sifatini yo'qotmaydi. Mana chiroyli holatda turaveradi. Pechkaga ham bir ahamiyat berib bersa, sifatiga, choklariga. Hamma yo'g'i zot, xudo xolasa inshaalloh. Orqalari ham chok yo'q. Mana orqadan kelib turgan masala. Xudo xolasa mana. Turban taglari ham yoki zot qilyapti, xudo xolasa. 15 yil kafolati bor deyapti. 15 yil ichida o'zining sifatini yo'qotmaydi deyapti. Sog' bo'linglar, salomatliklar. Kimga zarur bo'lsa, pechkalarimiz, ekonom pechkalarimiz, dirabilkalarimiz, xudo xolasa bor. Qo'yib bergan nomerimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.